10% ga o'zgarganini. O'shanda siz gapingizni yanada yaxshiroq usul bilan berib, London haqida gapirib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni London o'sha 2000-yilda 15% ga pastroq bilan boshladi. Yoki bo'lmasam 45% bilan boshladi, lekin 2020-yilda xuddi as Tokyo it increased to the same amount of percentage. Bir xil percentagega oshdi deb aytib ketishingiz mumkin. Chunki Tokyoda ham 60 dan 70 ga chiqdi, orasida 10 o'zgarish bo'ldi. Londonda ham xuddi shunaqa 45 dan 55 ga chiqdi, orasida 10 o'zgarish bo'ldi. Endi yana detail qo'shishingiz mumkin o'zingizga qarab turib. Keyingi body 2 da bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga siz 35 da boshladi, keyin 25 ga tushdi deb bunda ham xuddi shunaqa bir xil percentagega faqat u tushdi deb aytib ketishingiz mumkin. Tushunarli. So, and the next graph. Here it's a comparative graph, as we can see, because we don't have any numbers, any years. So here there's two different genders, men and women, who spend their leisure activities on different their leisure time hours on different activities. We have got here 5 categories, and we can see that watching TV was the dominant for all age, for both age like gender groups. Yani watching TV da similar pattern bo'ldi. Ham deyarli bir xil percentage bo'ldi. Ya'ni bir xil soat sarflashdi. 12 va 11. Bu similar patternga kirib ketdi. Chunki biz ham bitta ko'rgandik, birinchi o'rinda similar pattern haqida va shu joyda highest lowest haqida ham gapirib ketdik. Endi undan keyin aytishimiz mumkin, ikkinchi orasida unaqa katta farq bo'lmagani bu aynan socializing va sportda. Chunki ikkalasi ham deyarli 2 soatga farq qilyapti. Keyingi eng mashhuri socializing va sport deb gapimizda berib ketishimiz mumkin. Va orasidagi juda katta farq bilan bo'lgani bu gaming bo'lishi mumkin. Gaming and reading, Yes, and yes. Bu endi men hozir men va women ni yozib chiqyapman. Similar pattern va kategoriyalar bo'yicha. Endi men qaysi men va women bo'yicha yozmoqchi bo'lsam, aynan grafimni, chunki biz ham bitta ko'rgandik, ikki xil usulda. Kategoriya bo'yicha yozishimiz mumkin edi yoki grup bo'yicha. Kategoriyani ko'rib chiqdik, endi grupga keladigan bo'lsak. Xo'p, erkaklar orasidagi eng ko'p percentage bu aynan watching TV da bo'lgan. Overall shunaqa yozishingiz mumkin. Reading bo'lsa eng pasti bo'lgan. Ya'ni readingga unaqa qiziqishmagan. Lekin endi hop, keyingi watching TV ga keladigan bo'lsak, yana o'sha ayollar orasida watching TV eng mashhur bo'lgan, gaming bo'lsa eng pasti bo'lgan. Bu overall uchun. Endi body ga qanaqa o'tasiz? Body da yozishingiz mumkin. Deylik, watching TV ni percentage bilan berib ketdingiz va men ga kelayotgan vaqtimizda gaming watching TV dan keyingi ikkinchi o'rinni egallagan, qaysiki 4 soatga sal pastroq bo'lgan, lekin ikkinchi o'rinni egallagan. Shu joyida siz yana compare qilib ketsangiz bo'ladi. However, for women, gaming was the least popular type of activity. Chunki boya biz ko'rgandik, aynan ayollar uchun juda kam edi. Shuni aytib ketishimiz mumkin. Endi keyingisi ayollarga keladigan bo'lsak, watching TV dan keyingi ikkinchi o'rinda endi siz socializing etmangda, reading etib keting. Chunki socializing shart emas. Socializing deyarli bir xil turibdi. Reading etadigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa compare qilib ketsangiz bo'ladi. Yana ikkinchi o'rinda reading bo'ladigan bo'lsa, erkaklar orasida reading eng qiziqilmagan activity hisoblangan deb aytib ketishingiz mumkin. Shunaqa qilib guruh qilib. Tushunarli. Bu asosan compare pattern bo'ladi, compare graph bo'ladi, shunda. Yes. Comparative language ishlatasiz bu yerda. O'tgan safar ko'rganimiz higher, lower yoki shunga o'xshaganlari. Anaqa emas, increase, decrease ishlatmaymiz. Yes.
Chunki bu yoqda biz nechinchi yili nima bo'lganligi aytilmagan, faqat qaysi biri dominant bo'lgan ko'proq o'sha narsa aytilgan. So, and let's move to the useful hacks. Here we have got some useful hacks for both task trend and comparative graph. First of all, it's better to round numbers when describing instead of giving the exact figures. For example, if the percentage is 69.8%, it's better to say it as 70%. Yokida 68-67 bo'ladigan bo'lsa, 70 deb berganimiz yaxshiroq. Ya'ni taqriban olishimiz kerak. Next one. Never use the same trend and comparison word twice in one answer. Chunki bizda aynan